og'asinami? Da, og'amiz. Spochka braslетini sotgan kelgan ekan. Bo'ldi, xo'p. Qimmat otgan ekansiz Instagramda ko'rib. Bo'ldi, hozir hisoblaganasiz qimmat qilib o'tirib olavering bemalol. Xo'p, tillalaringiz ancha eski ekan-da holat. O'zi necha proba ekan? Xo'p, probasi adashmasam, ma'muningiz zargar yasagan 583 probada ekan, bularningiz 585 probada ekan. Atak narxi bir xil bo'ladi. Podarka qilishgan edi-da, adamga tug'ilgan kunimda shuni sotgan ekan. Nimaga sotyapsiz? Shu kontraktimga kerak bo'layotdi. Kontraktingizga o'qishga kirdingiz-da. Kontraktga kirib hamma tillarni sotib olyapsiz. Yo olib qo'ydingizmi nariga qo'lingizga? Xo'p, qarang, lom bo'lib qolibdi narsalaringizda. Общий vesi 20.95 ekan. 1 grammini men sizga 900 ming so'mdan qilib bera olaman. 900 ming. Qarang, общий summa 18 million 855 ming bo'ldi. Kontraktingiz necha bo'ladi? 20 million. 20 ming. Qarang, 18 million 855 ming bo'ldi. 18 900 emas, 19 million qilib beraman agar rozi bo'lsangiz. Sal qo'shing, 20 million qilib bering. Yo'q, 20 million qilib beraman. Shundoq ham qo'shib hisoblanadi. Ya'ni 18 855 chiqdi. Tekis qilib 19 qilib beraman. Qimmat hisoblab berganimda, narsalaringiz уже lomba bo'libdi-da. Agar izlanglar bo'lganda, ozgina qo'shib qimmatroq hisoblab beraman. Prosta Instagramda ko'rib kelman, qimmat otgan ekansiz. Qimmat qilib berdim. 19 million. Yo'q, 20 millionga lekin to'g'ri kelmaydi. Boshqa joydan ham bermaydi. Agar to'g'ri kelganda men sizga sirasiz beraman 20 million. Rozimisiz? 19 million. Ja bo'lmasa kontraktingiz yetmasa, ana olib qo'ygan tillaringizni olib kelsangiz, ularni ham qimmatroq hisoblab qo'yaman. Hop, qarang, mana bu yerda 15 million. Men sizga yana 4 million berishim kerak. Qarang, mana bu yerda 4 million, kelishilganda 19 million bemalol sanaverasiz. Bo'ldi, rahmat kattakon. Hop, sog' bo'ling. Safar yana sizga olib kelaman tillalarni. Hop, xizmat bo'lsa shu yerdan bemalol kelavering. Hop, charchamang. Hop. Agar sizlarni ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, aldanmasdan qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.